Xo'jaligida ishlaydiganlar, bu yerlarimizni ko'ringlar. Mana shu 45 gektar yerni mana hujjatini qilib auksiondan qonuniy qilib olganmiz. 45 gektarda ichiga mana yo'llar ham kiradi mana. Endi sizlarda qilgan ishinglar, mana shuncha suv berganmiz 45 gektaringga sug'organsan, boshqa qilgansan deb bo'ynimizga katta summalarni ilib yuboryapsizlarda. Hozirgi kunda bizda endi hisob raqamimiz inkassa qo'yilgan. Mol mulklarimiz xatlovga berilgan, jarimalar, boshqalar, xullas nima qilgan aybimiz uchun? Aybimiz mana shu yerda o'zlashtirganmiz, mana o'zlashtirgan yerlarimiz. Tomchilab sug'orish qilganmiz. O'zlashtirgan yerimizga Agropromdan mutaxassisni chaqirib, mana shu yerda o'zlashtirdik. Shunga hujjat qilib beringlar, o'zlashtirgan yerimizga deb turib, hujjatini qilib turib, undan keyin sizlarga suv xo'jaligiga tumaniga borib turib shartnoma tuzganmiz. Ichgan suvimizni pulini to'laganmiz. Bizda mana tomchilab sug'orish, har bitta mana ko'chatimiz tomchilab sug'orish orqali suv ichadi. 1 oylik elektr energiyasining limiti 1 milliard 200 million so'm edi. Bu yerda hozir yer resurslari talon-toroj bo'lishi, suv resurslarining talon-toroj bo'lishi, davlatga katta miqdorda ziyon keltirilishi, masalan, bularda hammasi sizlarning nazoratsizliginglarning natijasida.